Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari, charchamayapsizlarmi? Anchadan beri video syomka qila olmadik. Mana bugun Xudo xolasa Andijon mashina bozoriga juma kunida chiqdik. Bugun juma, Andijonda mashina bozor. Mana ko'rib turganingizdek dunyocha Damas'lar chiqqan ekan, Xudo xolasa. Bugun Damas'larni sekin syomkasini qilamiz. Xudo xolasa sizlar ko'rishlikda davom etinglar, biz esa sizlarga mashinalarni obzor qilishlikda davom etamiz. Nechanchi yil ekan bu Damas? 2024-yil Damas. Anaqa siyoh rang Svetda ekan. 2024. Probegi qancha buni aka? 91 ming yurgan ekan, 1 yilga mashina ekan. Ko'rib turganingizdek balonlari yangi ekan aka. Balonlari yangi ekan akalar, ko'rib turganingizdek, Xudo xolasa. Salon holatlari ham ana chiroyli holatda. Normal chexollar taqib qo'ygan ekan akamiz. Probegi ham 91 ming dedingiz-a? Ha, 91 ming yurgan ekan. Buni moz korobkalari zo'r bo'lsa kerak ekan. Xudo xolasa. 1 yilga mashina ekan, maylarni ham chiroyli qilib qo'ygan ekan uni. Go'zal qilib, Xudo xolasa. Kraskasi top toza ekan. Kraskasi top toza. Hamma yo'g'i top toza. 2024-yil 1 yilga 91 ming yurgan mashina ekan aka-ukalar, ko'rib turganingizdek. Chiroyli holatda turibdi. Buni nech pul deyapsiz endi aka? 7200 dollar o'tib beramiz. Qo'lga tegishi 6800 bilan ketami? O'tib beramiz. Ha. 7200 dollar deyapti akamiz, Xudo xolasa telefon qilsanglar o'tib berar ekan. Keyin dokument tomonidan hamma yo'q chiqaradi. Variantga bormi yo'qmi? Yo'q, variant. Faqat naqd ekan, Xudo xolasa. Hop, nomeringiz necha aka? 91lik. 91lik 477 11 10. 10. Aka bozoringizni bersa, ishlaringizga rivoj. Sizlarga 14 kunlik safar, ya'ni Makka Madina safarini taklif qilamiz. Bu safar mobaynida siz Saudiyaning rasmiy vizasi, 50 boshini xizmatlari, mehmonxonalar, 3 mahal Makkada, 2 mahal Madinada o'zbek milliy taomlanishlari, transport xizmatlari, bordi, keldi, biletlari va qaytayotganda esa 5 litrlikda muqaddas Zamzam suvi beriladi. Paketimiz juda ham standart paket bo'lib, boyga ham, kambag'alga ham, o'rtaholga ham albatta juda mos tushadi. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, biz bilan batafsil ma'lumotlarga ega bo'lib bog'lanishingiz mumkin. Ushbu raqamlarda Telegram, WhatsApplarimiz ham bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 2023-yil Oppoq Svetda Damas avtomashinasi bor ekan aka-ukalar. Mana ko'rib turganingizdek, probegi qancha buni aka? 77 ming yurgan ekan. Mana aha. Salon holatlari mana turib ko'rib turganingizdek, bu anaqami aka, dehqonchilikmi? O'zingizlarning mashinalarmi? Ha, akamiz o'zi dehqonchilik xizmatini qilgan mashinani olib chiqib sotyapti ekan, Xudo xolasa. Salonni olib chiqqan ekan akamiz o'zi. Balonlari ham mana o'rtacha holatda, normal holatda turibdi ekan. Ha, yangi taqdinglarmi? Yangi. Hadovoylari ham zo'r aka. Hadovoy, moz, korobka zo'ra, Xudo xolasa. Mana ko'rib turganingizdek, akamiz mana yurgizyapti. Ha, mashalloh, mana akamiz o'zi. Qayerda mashinasi bu aka, Andijonda? Paxtavodda 3 ko'zani mashinasi ekan. O'zingiz xizmatingizni qilib olib chiqqan ekansiz-da aka. 2 yil mingan ekan akamiz mana. Ko'rib turganingizdek, go'zal holatda turibdi. Kraskasi nechi foiz? Kraskasi yo'q. Yo'qmi, top tozami? Demak, kraskasi yo'q, top toza ekan. Moz korobka hadovoy akamiz zo'r deyapti, Xudo xolasa. Balonlari ham yangi holatda, oppoq Svetda Andijonning mashinasi ekan. Xo'p, salon holatlari mana xizmat qilinganligi bilinib turib, ko'rsatdik hozir. Nech pul deyapsiz endi aka buni? 7 deyapmiz. 7000 dollar kami bor. Hop, qo'lga tegish qancha? 6500 ekanda aka, Xudo xolasa. Endi mana kelishilgan holatda beriladi. 6500 dollarlarga kelishsa bo'ladi-a, Xudo xolasa. Akamiz nomerini qoldiramiz. Variantga bormi yo'qmi? Faqat naqqa, faqat. Naqqa bo'lsa, Aha. bursam bo'lar deydi. Bo'ldi. Ha? Ha, Liboy dokument chiqaragan. Davenniz, generalniy, оформление qilib olasizlar xohlasanglar. Xudo xolasa 6,5 mingga kelishsa bo'ladi, inshaalloh. 6,5 ming kelishsa bo'lar ekan. Nomeringiz necha aka? Nomerimiz 068 91. 91lik 068 81 77. 81 77. Aka bozoringizni bersin, ishlaringizga rivoj. Mana bu yerda Damas mashinasi bor ekan. 2017-yil 200 ming probeg yurgan ekan. Lux ekan, Petno 15% kraskasi bor ekan, Xudo xolasa. Gaz, benzin yura olar ekan. Sizdanmi aka?
Naqqa 4800 ekan aka bu xudo xolasa. 4800 dollarga 2017-yilga 2018-yil 200 ming probeg yurgan Damas avtomashinasi akamiz berar ekan. Hop, Lucas 15% kraskasi bor ekan, 15% kraskasi bor deyapti, 200 ming yurgan. Hop, 4800 dollar bo'ladiganimi yo ozmoz o'tib beriladimi barakasiga? Qo'lga tegish bir 4500 mi aka? 4600. Demak, qo'lga tegish 4600 ekan, mana ko'rib turganingizdek. Kanalizdanmiz desak 4,5 ga ham beraver. Ha. Ana Abzorchi Salmon kanalidan chiqadigan bo'lsanglar, aka-ukalar, xudo xolasa 4,5 mingga beraverar ekan akamiz. Mana chexollarni ham anaqa rangidan taqib qo'ygan ekan, balonlari ham yangi deyapti akamiz, xudo xolasa. Most, korobka, hadovoylarda ishi bormi yo'qmi? Umuman ishi yo'q, xudo xolasa. Kraskasi necha foiz aka? 15% deyildi. O'tkazib olish sharti bor. Demak, 4500 dollarga berar ekan, xudo xolasa o'tkazib olish sharti bilan 5000 ga tushar ekan, xudo xolasa akalar. Mana ko'rib turganingizdek 5000 yetib yetmaydi, salkam 5000 ga tushar ekan. Demak, xudo xolasa 4500 ga akamiz baraka qilsanglar bo'laveradi. Nomeringizni aytchi aka? Nomeri mana degani 90li 625 27 77. Aka bozoringiz bersin, ishlarga o'ch. Xo'p. Xudo ko'rdinglar akalar, mana bozor xudo xolasa arzon mashinalar ham bor. 4,5 mingga beraverishar ekan, xudo xolasa. Ko'rib turganingizdek. Mana ma'da ham Damas mashinasi bor ekan. 2022-yil 74 ming yurgan ekan. Lux Petnos bor deyapti, gaz, benzin. Xudo xolasa. Nomerlarni qoldirib qo'ygan ekan menga akalar. 99li 877 0021 nomerlari bor ekan. Aka-ukalar, mana yana bitta 2024-yil oppoq suvetda Damas avtomashinasi bor ekan. Hop, salondan uyga kelgan ekan mana. Hop, 2024-yil. 270 kilometr deb qo'yilgan ekan bu. Ha? Ashta 270 kilometr nima degani bu? Ha, 270. Salondan uyga 270 kilometr yurilgan ekan. Uyda saqlangan mashina ekan, 2024-yil. Deluxe ekan, mana top toza ekan, xudo xolasa. Nasiyaga ham kelishar ekan, xudo xolasa. 7600 dollar bo'lish narxi ekan, xudo xolasa. 7600 dollar bo'lish narxi ekan, mana. Ular sala 4000 dollar puli borga nasiya savdosiga ham bor ekan, aka-ukalar. Ular salondan uyga kelgan 270 kilometr yurgan xolos ekan, mana. Uyda 1 yil saqlanganmi deyman. Uyda 1 yilcha turgan ekan, Deluxe ekan, mana top toza ekan. Hop, balonlari mana yangi holatda turibdi, xudo xolasa. Xullas yangi mashina ekan, akalar, 7600 dollar bo'lishi deyapti. Mana salafanlarga turibdi. Ichki holatda Andijon mashina bozorida ma'lumot uchun bu. Hop, 4000 dollar puliga nasiyaga savdosi ham qilib berilar ekan. Gen, davenni hamma qilib berilaradi. Hamma hujjatlar bo'ladi. Faqat bank bo'lmaydi. Nasiyaga savdo, halol nasiya savdoga 4000 dollarga kelishsanglar bo'laveradi. Ma'lumot uchun nomerini qoldirib qo'yamiz. 90li 572 33 33. Mana sizlarga yangi mashina axtarib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi, xudo xolasa. 2024-yil oppoq suvetda Damas avtomashinasi bor ekan. Anjan qayerda mashinasi aka bu? Bulovoshning mashinasi. O'zi dehqonchilikmi yo tirikchilikmi? Ha, demak, sizlarga ham o'zi akamiz o'zlari foydalanib minib olib chiqqan mashinasi ekan. Xudo xolasa, xizmatingizni 1 yil qildi, xudo xolasa. Ha, 45542 kilometr yurgan ekan. Salondan olib chiqqanmisizlar aka? Ha, sizlar ham olgansizlar. Ha, demak, 1 yil ichida 2 qo'l minilgan ekanda, ha? Sizlar ikkinchi qo'l ekan. 2024-yil mashinasi, mana salon holatlari ko'rib turganingizda yaxshi holatda turibdi ekan akalar. Mana chiroyli holatda turibdi ekan, xudo xolasa. Mana orqalari, mana o'rta. Hop. Most, korobka, hadovoylarda ishi bormi, yo'qmi? Ishi yo'qmi umuman? Most, korobka, hadovoylarda umuman ishi yo'q deyapti akamiz. Kraskasi necha foiz aka buni? Tozami? Ha. Kraskasi yo'q ekan, top toza, 1 yilga mashina, 45 ming yurgan. 45 ming 46 ming yurgan mashina ekan akalar. Hop, xudo xolasa necha pul deyapsizlar endi aka buni? 7,5 ming kami bor. 7,5 mingcha qimmat emasmi bu yerda? 2024larda 7 ming deyapti-da. Necha pulga berasiz? Qo'lga tegish qancha aka?
7300 qo'lga tegish ha. Demak, akamiz 7300 deyapti, qo'lga tegishi. Qiziqqanlar telefon qilsanglar bo'laveradi. Andijon Buloqboshining mashinasi. Nomeringiz necha aka? 99lik 668 9908. Aka bozoringizni bersin. Xo'p. Akalar mana ko'rdinglar, xudo xolasa. Damazlar har xil. 8000ligi ham bor, 7000ligi ham bor, 7300ligi ham bor. Hormanglar sizdan aka? Nechinchi yil ekan bu? 2025-yil yangi mashina ekan-da, xudo xolasa. Mana ko'rib turganingizdek salon holatlari. Hop, probegi qancha ekan aka? 112 km. Ha, 112 km. Yangimi bu aka? Salondan ham chiqilgan bu. Hop, 112 km yurilgan ekan, xudo xolasa akalar. Mana ko'rib turganingizdek Damas mashinasi. Xullas yangi, faqat o'z salondan chiqamiz aka buni. Mana maylarni ham o'zingiz chiqib qo'ydingizmi aka? Tepadagi patologlarni ko'rib turganingizda chiroyli qilib akamiz tayyorlab, xo'q. Sumkasigacha tayyorlab olib chiqibdi. Mana anaqa chexollarni ham zo'rin taqib qo'yibsiz-a? Chexollarni ham zo'rin taqib qo'yibdi. Xullas 112 km yurilgan mashina ekan, mana ko'rib turganingizdek go'zal holatda turibdi. Barlari mana cho'tki holatda turibdi, xudo xolasa akalar. Xullas 0 mashina ekan, pasti desa bo'laveradi, ya'ni 112 km kam 0 mashina mana. Balon holatlari. Yangi mashina so'raganlarga, qiziqqanlarga akalar mana ko'rib turganingizdek go'zal holatda turibdi. Nech pul deyapsan aka buni? 9000 dollar kami bor. Qo'lga tegish qancha aka? 8500 mi? Qancha? 8700 ekan-da. 8700 larga xudo xolasa akamiz bilan kelishsanglar bo'lardi, ha. Xullas telefon qilib akamiz bilan bemalol. Andijon qayerda mashinasi, shahardimi yo'q? Andijon shaharda mashinasi ekan, xudo xolasa akalar. Ko'rib turganingizdek. Hop, anaqa dokument tomonidan turilaveradi, ha. Generalni berilaveradi, olasiz davensiz. O'zini nomiga o'tkazib olsa, siz ham qutulasiz, ular ham minishaveradi. Xullas Damas'ni bilgan biladi, xizmat qiladigan mehnatkash mashina. Yangini istab yurganlar mana ko'rib turganingizdek yangi mashina ekan, xudo xolasa. Shumkalariga chakamiz qilib qo'yibdi. Xullas navorotlarni chiroyli qilib olib chiqib 8700 ga kelishsanglar bo'lar aka. Nomeringiz necha aka? 33lik 979 1010. Bozoringiz bersin aka. Akalar mana ko'rdinglar, xudo xolasa. Mana mana 2024-yil 23000 km yurgan luks mashina bor ekan. Toza ekan. Mexanika, metan, gazlari bor. Hop, naqqa sotilar ekan. Narxini yozmabdi. 94lik 757 7107 ekan nomerlari. Hormanglar, sizlardan nechinchi yil aka bu? Sotilib bo'ldi. Nech pulga sotildi aka bu? Bu ichi nasiyaga sotildi. Ha, nasiyagami? Nechinchi yil mashina bu? 22. 50 ming yurgan. 50 ming yurgan ekan. Hop, nech pul bilan anaqaga sotildi aka variantga? 3000 bilan 4 oyga sotildi. 3000 dollar bilan 4 oyga 7050. 7050 dollarga sotildi. Ha. Menga olgan odam baraka topsin. Aka ishlarga boch. Akalar mana ko'rdinglar, xudo xolasa. Mashinalar zo'r-zo'rlari bor. Olmanglar sizlarmi? 2023-yil 34 ming yurgan, kraskasi top-toza, mexanika, benzin, metan. Hop. Xudo xolasa mana ko'rib turganingizdek salon holatlari go'zal holatda turibdi ekan. 34 ming yurgan ekan. 2023-yil 2 yilga mashina ekan. Shumkalar qilingan ekan, ha? Shumkalar qilingan ekan, aka-ukalar, xudo xolasa. Hop, nech pul deyapsizlar endi buni tog'a? 7000 da tushib beraman. 7000 dollar kami bor deyapti ekan. Qo'lga tegish qancha? Endi so'raydi. 6400 mi? Qo'lga tegish xudo xolasa. Kelsa bo'lar. 6,5 ming ekan-da qo'lga tegish. 66 ga bermadim. 66 ga bermadinglar. Demak, tog'amiz 66 ga bermabdi. 34 ming yurgan deyapti. Xudo xolasa mana salon holatlari, ana pokiza holatda, patologlar ham chiroyli holatda turibdi, shumkalar qilingan, balonlari ham archa holatda, go'zal holatda turibdi. Xudo xolasa, most kalobka hadovoylarda ishi yo'q, xudo xolasa. Most kalobka hadovoylarda ishi yo'q deyapti, zo'r deyapti. Demak, 6600 dollarga bermabdi. Bitta qo'shsa, bera olasiz, xudo xolasa. Ko'rib turganingizdek. Ha, nomerini qoldiramiz. 50 lik ekan, 545 23 15. Bozoringiz bersin. Mana. Olmanglar aka. 2025-yil oppoq suvetda Damas avtomashinasi bor ekan. 13000 km luks ekan akalar. Mana akamiz o'zi ma'lumotlarni yozib qoldirib qo'yibdi. Hop, mana chexol holatlari ham go'zal holatda, shumkalari ham qilingan ekan aka. Shumka ponni qilinganmi? Ponni shumka qilingan 2025 boshida olingan bu aka.
13 ming yurgan ekan, top-toza ekan, xudo xolasa mexanik ekan akalar. Mos kalobga xadovolarda umuman ishi yo'q bo'lsa kerak aka buni xudo xolasa. Bu yangi mashina ekan. Ha, 13 diska balonlar mana ko'rib turganingizdek, archa balon go'zal holatda turibdi. Xudo xolasa qishda ham, muzlamalarda ham tepaliklarga bemalol tortib keta oladi inshaalloh. Xudo xolasa. Mana ko'rib turganingizdek, yaxshi holatda turibdi akalar. Hop, metan, benzin yura olagan, cho'tki holatda. 13 ming kilometr deyapti mana. Ko'rib turganingizdek. 13.085 kilometr mana. Polilari, chixollari go'zal holatda turibdi xudo xolasa. Hop. Nech pul deyapsizlar aka buni? 8500 dollar qo'lga tegish qancha endi aka? 7800 larga bo'ladimi? Beramiz, yo'q. Ha. 8 ga berilar ekanda? Ha, 8 tepasi. Demak, akamiz 8500 kami bor deyapti. 8 gacha qo'shsanglar, xudo xolasa kelsa bo'ladi inshaalloh. Hop, nomerini qoldiramiz. 50 lik ekan bu ham 545 23 15. Bozoringiz bersin aka. Necha yil aka bu? 2023 yil. Oppoq Svetda Damas avtomashinasi 39 ming yurgan deyapti. Xudo xolasa akamiz. metan gaz, yumshoq balon hamma bor. Aha. Chixol, polik, metan, gaz hamma bor deyapti. 39205 kilometr yurgan ekan. Xudo xolasa. Ana balon holatlari ham yangi ekan, aralar ham. Balonlar ham yangi ekan, xudo xolasa akalar. Kraskasi qanaqa? Tozam? Kraskasi toza deyapti. Xudo xolasa bu shumka emas ekan bu. Yo'q, shumka emas. Bu shumka emas ekan, xudo xolasa akalar. Kira qilinmagan. Kira qilinmagan. 2023 39 ming yurgan bo'lsa, demak kira qilinmaganligi bilinib turibdi. 2 yilga mashina ekan, xudo xolasa. Ana chixol holatlari mana chiroyli holatda turibdi. Mana patologlari ham pokiza holatda turibdi akalar. Most, korobka, hadovolarda ishi yo'q bo'lsa kerak aka, xudo xolasa. Umuman ishi yo'q deyapti akamiz. Hop aka, nech pul deyapsiz endi buni aka? 69 kam bor. 69 kam bor. Qo'lga tegish qancha aka? Bera oladi. 6,5 mingga bilan qo'lga tegish. Ha. 6,5 minglarga akamiz bilan kelishsanglar bo'ladi. Yana telefon qilib, xudo xolasa. Nomeringiz necha aka? 88 lik 041 041 99 99. Anaqachi generalniy davenni оформление любой dokument chiqa oladi. Bank faqat yo'q. Ha, bank yo'q. Halol nasiya savdo bor-a? Yo'q. Nasiyaga ham yo'q. Faqat naqa, xudo xolasa. Aka, ishlarga rivoch. Xo'p. Akalar, xudo xolasa yetarlicha obzor qilindi. Xudo xolasa Damaslar haqida. Yana qiziqqanlar bemalol kommentariyada o'z fikringizni qoldirsanglar, qaysi mashina haqida obzor qilishimizni inshaalloh biz chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Hammani e'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha.